bo'lishi mumkin. Mayli. Chaqira olmaydiganni yoqib qo'yibdilar. Mayli. Короче, jiyanlar, endi bundan buyog'iga xudo xolasa shunaqa web kamera, normalniy ovozlarda, tam tiniq kontentlar bo'ladi. Uning uchun like, подписка bo'lsin, maksimalniy podдержка qilinglar. Mana sizlar tanigan Fayozov. Alo. Alo. Eshitaman. Nima gapinglar bor? Va alaykum. Nega jigar zo'msiz? Jigarlamasdan gapiring. Eshitaman. Nima gap? Jigar qarangda. Ha, qarang. Guli meni qizim bo'ladi-da. Guli? Eshiting. Guli meni eshiting. Ha. Guli meni qizim bo'ladi-da. Iltimos qilgani uchun prank oluvdik. Qanaqa prank oluvdingiz? Iltimos qilgani uchun oddiy prank oluvdik. Gaplashyapsizlar-ku, nima yana menga prank deyapsizlar? Yo, orada hech qanaqa narsa yo'q, aka. Prosta iltimos qilgani uchun prank oluvdik biz. O'zlari Shunaqa, aka. Orada hech narsa yo'q, aka. Ha, bo'pti, mayli, sog' bo'linglar. O'zlaricha prank qildim deydimi? Lekin nixoya meni asabim buzgan bular. Nixoya asabim buzgan. Tixa. O'zingni bos, Suhrobjon, o'zingni bos, asabiylashma. Alo. Ha, gapir. Jonim. Acheniki joning, acheniki nima? Sen nima tirjayapsan? Siz menga yig'latib meni prank qiluvdingiz-ku, bilasizmi? Ha, nima? Men sizga bir qilib prank qildim-da, shunaqa. Qanday? Lekin bunaqa bo'ladi bo'lmagandim. Durzadagi odamlardan xafaman. Qanaqa Durzamdagi odamlarni xafasan? O'zingcha menga pranklar qilding. Xafa bo'ldim. Nimaga xafa bo'lasan podpischiklarimdan? Chunki meni juda haqorat qilishdi. Men prosta bu kishida taniyman, o'rtog'im yigit ekan. Prank olaman deb iltimos qildim, tushib berdilar. Yaxshi o'ynab bera olmadilar-yu, bo'ladi. Lekin sizni podpischiklaringiz meni juda ham haqorat qildi boru. Siz prosta nima deydi, meni yig'latib prank qilganingiz uchun men ham sizga prank qiluvdim-da. Sen menga prank qiluvmiding, qarang-a. Ishi tavba. Bilar ishon shunaqa. Sizlarga havas qilaman, короче, degandi-da. Shunga men ham bir prank qilay dedim. Lekin meni bunaqa tanasiga uchib ketadi deb o'ylashadi.